Assalomu alaykum. Bugun front-end va backend orasida ma'lumot almashinuvidagi API'larni tekshilash to'g'risida ozgina men o'zimning tajribalarni bo'lishmoqchiman. Ya'ni bu yerda ko'rsak bo'ladi. Artikellarni chiqaradigan list. Bu veb-saytda, misol uchun, qanaqadir aytaylik 100 ta artikelni chiqarib turibdi va shunda biz API ga murojaat qilib 100 tasini olib kelamiz va qanaqa qilib samarali keshing yordamida olib kelishimiz mumkin. Men o'zim tajribamda, ya'ni bu yoqda nimadan foydalanaman? Chunki full stack, ya'ni server sayt boshqalar bo'lgani uchun, xo'p, bu yoqda shunchaki page va page ichidagi article funksiyasi chaqirilgan, mana shunchaki tepada yozib qo'yilgan va shu tepada yozilgan oddiy fetch narsasi, lekin bu server saytda ishlagani uchun brauzerda o'zini fetch emasdi, bu Next.js ustidan override qilib yozgan. Next.jsdan xuddi shunaqa fetch funksiyasini server saytda implement qilganda va shuni ichiga deyarli brauzerdagi bilan bir xil, ammo Next degan joyiga rival date, tags yana bir nima narsalar qo'shgan va odatda men ishlatadigan narsalar bu ikkitasi rival date va tags. Rival date bu API ga qanchalik keshini ushlab turadigan vaqti, tags bu o'sha keshga biriktirilgan ID. Misol uchun bu tagsni ichiga qaysidir artikelni o'zini joylab qo'yishimiz mumkin. Ya'ni keshini tozalaganimizda faqat o'sha artikelni adminkadan o'zgartirganda backendga o'zgarish yuborib va frontendda, ya'ni o'sha artikelni klientga ko'rsatadigan jarayonida oldingi ko'rsatilayotgan pre-render bo'lgan HTMLni o'chirib yuborish maqsadida o'sha ID bilan qilinsa, faqatgina o'shanga doir bo'lgan kesh o'chadi. Shu joylarni bilasiz. Bizda hozir artikellarni o'zini olib kelgani uchun Ponce articles deb nomlangan bu narsa va bu olib keladi va shunaqa bu yoqda render qilib beradi. Xo'p, demak bu tushunarli. Men komandani teraman. pnpm dev emas, pnpm build and pnpm start. Ya'ni serverda boshlayman, build qilib bo'lgandan so'ng va build qiladi va men bu joyga 1 soat berganman. Bu API ga keshlash uchun men 1 soat, ya'ni 1 soat keshlaydi, 1 soatdan keyin yangi olib kelib oladi. Va bu joyda rival date ham yozilgan. Buni ham hozir ko'rib ketamiz. Demak, bu joyni refresh qiladigan bo'lsak, bo'ldi. Bizga ma'lumot keldi. Xo'p. Endi vaqtini ko'ramiz. Localhost, mana biz server qaytadan u API dagi responsni olib kelmagani uchun serverda kutish sekin bo'ladi va shu kutish misol uchun 17 millisoniya. Refresh qilaman, 14 millisoniya. Ya'ni bu yerda mana buni ko'rishimiz mumkin. Ya'ni API biz hostimizga borganda mana shu joyi render qilib beradigan Next.js o'zi render qilib beradigan narsa mana bu joyi. Shu joyga e'tibor berishimiz kerak hozir. Hop, filtrlarim o'chib ketdi. Filtrlarimni joyiga keltiraman. Okay. Hop, time bo'ldi. Xo'p, bu joyda timing degan joyi bor. Timing deganda mana bu DNSlar bilan ishlaydigan joylari va pastida request send bo'lgan va serverda kutish vaqti 8 millisoniya. 8,5 millisoniya download vaqti 1-2 millisoniya atrofida. Xo'p, umumiy 12 millisoniyada kelgan data. Xo'p, tushunarli. Buni yana refresh qilaman. Bu 15 millisoniya, deyarli shunaqa. Server kutishdan 9. Vodda tushunarli. Endi buni men 0 ko'raman. Xo'p, bu kerak emas. 0 ko'raman va bu yerda qanaqangi o'zgarish bo'lishini hozir yana bitta ko'ramiz. Hali bo'lmabdi. Xo'p, bo'ldi. Refresh localhost timing. Bu yerda 137 millisoniya ketyapti. Naryoqdagi 9 yoki 8,5 millisoniya qiladi. Bu qayerda? Xo'p, yana bir marta. Xo'p, bu yana ham uzoqroq. Bu yana ham JSON placeholder bilan ishlayapti. Ya'ni hozir backend o'zi bo'ladigan bo'lsa, bu endi resursga qarab JSON placeholderda yaxshigina resurs bor va shuning uchun ham u tezroq ishlaydi. Lekin backendchilar implement qilgan narsa unchalik tez ishlamasligi mumkin. Xo'p, 300 millisoniya deganimizda ham oradagi farq juda ham katta tafovut va bu joyda men mana buni orqaga qaytaraman. Lekin ana endi rival date ko'rsak bo'ladi. Ya'ni rival date nima? Rival date uchun men bu yoqqa API yozganman. Ya'ni nima? Next o'zini rival date degan narsasi bor. Ya'ni bu API yozganman. API ichida rival date tag slack. Ya'ni o'sha rival tagdan keyin u yog'iga mana bu tagga o'zini qo'yadigan bo'lsa, o'sha tag bo'yicha rival date, ya'ni keshlarni o'chirib beradi. Shu o'chirib berganda
bizga o'zi serverga respons ham chiqadi bu joyda, konsol, ya'ni loggerlarni ko'rish uchun va bu joyda ham yana bitta tekshirsak bo'ladi. Ya'ni xo'p, mana yana 1 soatda hop ko'rdik. Bitta orqaga qaytaman. 1 soatga o'tkazdik va 1 soatda render qiladigan qilindi. O'zi mana build qilinganda ham qaytadan bu yerda ko'rsak bo'ladi. Server app index. Men asos faylim turibdi mana. Bu o'zgartirilgan. Ana endi men bitta mana bundan filtr qilaman bu yerda. Bo'ldi, bitta formatlab oldim. Ya'ni biz hozirgi ko'rib turgan ma'lumot, mana bu yerdagi ma'lumot serverda pre-render bo'lgan holatda mana bu joyda turibdi. Ana endi men shu joyda bitta kechish tozalayman. Ya'ni mana bu button yozilgan. Bu button o'sha get API ga jo'natadi, revalidate qilish API ga va bosaman, bo'ldi, revalidate bo'ldi. Artikellarga, ya'ni get request ketdi, response sifatida tag articles has been revalidated successfully. So, endi nima bo'ladi? Endi yana bir marta men buni fetch qilib olaman. Ana endi menga yangi HTML render qilib beradi va bu joyda timingga ko'rishingiz mumkin, ko'p vaqt oldi. 449-450 millisoniya vaqt oldi. Bu nimaga? Bu mana serverda o'zi tag articles revalidated successfully deb turibdi. Ya'ni successfully o'sha nima bo'ldi? Endi buni yana bitta refresh qilaman. Bo'ldi. Endi bu yana 10 millisoniyaga tushdi. Endi yana 1 soatdan keyin kirilganda, 1 soatdan keyingi kirgan birinchi odamda shunaqa bo'lib turib, yana keyingi 1 soat davomida mana shu pre-render, ya'ni Unreal serverda render bo'lgan HTML qaytarib yuboriladi. Va buni yana bitta qayerdan ko'rishingiz mumkin? Mana bu HTML ni ko'rgan bo'lsak, haligindagina men aniq qilgandim. Ya'ni format qilgandim. O'sha formatim yana o'chib ketib qoldi. Yana bir bitta formatlayman-da. Men teparog'iga olib chiqaman. Teparog'iga olib chiqamanda mana HTML dokumentni oldiga hello deb yozaman. Tag hello deb yozaman va bu joyda ana endi men nima qilaman? Revalidate qilaman qaytadan. Xo'p. Tozalayman. Ketdi. Revalidate qildim. Ana endi hozir men buni bu yoqdagi birinchi klient yana qaytadan refresh berdi. Va bu mana yana uje revalidate hisobiga bu yerdagi serverdagi turgan pre-render bo'lgan mana bu index HTMLda qaytadan uje yangi ma'lumot bilan almashtirib qo'ydi. Uje men yozgan narsa o'chib ketdi, o'rniga yangidan render bo'lgan HTML qo'ydi. Shunaqa. Aytaylik, men bu yerga necha marta mana qilib yozadigan bo'lsam va buni bosadigan bo'lsam, bo'ldi, DSD ostida yo'q bo'lib ketdi hozir. Shunaqa. Endi bu yaxshi tomoni mana qanaqa narsalarda ishlatiladi desam, misol uchun produktlar, qanaqadir artikellar juda kamdan kam o'zgaradi. Yozilgandan keyin va yozilgandan keyin tezroq javob kelish kerak edi. Mana bu yerda ko'rishimiz bo'yicha bitta refresh qilaman. Misol uchun bir kunga, bir haftaga qo'yib qo'yishimiz mumkin. Yoki juda ham katta muddatga qo'yib, 1 oyga qo'yib qo'yishimiz mumkin. Nima bo'ladi 1 oyga qo'yilsa desa, 1 oyga qo'yildi degani only for static qo'ysak ham bo'ladi. 1 oyga qo'yildi degani qachonki o'sha artikelda o'zini edit qilinganda, o'zi bu yoqda revalidate ga jo'natganning hisobiga faqat o'sha kerakli bo'lgan cache o'chiriladi, lekin boshqa veb-sayt narsalar tez ishlab turadi. Bu yerda 8 millisoniya qayerda, 450 millisoniya qayerda. Juda har bir klientga shunchalik ko'p ishlagandan resurs bo'lmay ketadi. Shunaqa, shuni hisobiga misol uchun 100 ta klientga xizmat ko'rsatadiganda biz 1000 taga, 10 mingta userga xizmat ko'rsatadiganda bu cache yordamida qilishimiz mumkin. Plus bu yerda backendda resursi ham juda katta tezaladi. To'g'ri, ko'pchilik aytadi, backendda o'zida cache yoziladi, boshqalar cache yoziladi, lekin o'sha cache ga borib kelish uchun ham ancha resurs kerak bo'ladi. O'sha resursni o'sha bormasdan chopib olgan yaxshiroq. Baribir ko'p insonga juda ham tezkor bo'lgan narsani yetkazib berish uchun va yaxshi ishlaydigan narsani yetkazib berish uchun. Tak umuman shunaqa. Endi buni misol uchun artikellarda shunaqa ko'p ko'radigan joylarda caching qilib qo'ygan juda ham zo'r tushadi va ana shu adminkani o'zida revalidate ga mana bunaqa narsalar chiqaradi va shu yerda bitta muammoni aytib ketaman. Agar sizlar ham shunaqa Kubernetes qilgan holatda ko'plab shunaqa serverlarda run qilib qo'yadigan joylar qilinsa, ya'ni Nextspray faqat bitta run bo'lmaydi, bitta serverda bitta run bo'lib turmaydi. Bir nechta serverda bir nechtalar run bo'lib turadi. Ana shuni hisobiga siz getme ga request jo'natgan, misol uchun getme emas, revalidate ga request jo'natganingizda, o'sha requestni faqat ana shu
bittasiga boradi, ya'ni load balancer bittasiga yo'naltiraveradi, 3 ta server turgan bo'lsa. Bittasiga yo'naltiraveradi, bitta frontend tozalaydi anavi keshini. Qolgan ikkitasi turadi. Bitta refresh qilsa, agar omadi kelib turib yana tozalaganiga tushsa, tozalangan bo'ladi. Tozalanmaganiga tushsa, yana refresh qilganda, uje boshqasi ochib beriladi. Chunki har refreshda har xil serverdan ma'lumot topib keladi, chunki bo'lingani uchun Kubernetes hisobiga. Ana shunda bizni keysda nima bo'lgan? Biz shunaqa qilganmiz. Kubernetesda bitta o'zini maxsus servisidan foydalanganmiz. Ya'ni u API yordamida biz shunday kelib turgan faqatgina o'sha revalidate narsasini hammasiga tarqatib yuboradigan qilib funksiya yozganmiz. Ana shunda shunaqa muammodan qutulganmiz. Navoda kelajakda bo'lib qoladigan bo'lsa, shunaqa yo'llar bor. Kubernetesda o'zida o'sha har bir nodini oladigan va har bir nodini uzatib beradigan funksiyalari bor. Shunaqa, rahmat, salomat bo'linglar. Savollar bo'lsa bemalol kommentariyada savollarni yozib yoki kanallarimizga bemalol o'tib o'tishingiz mumkin. Rahmat, salomat bo'linglar.